Porterda narx qulayroqdan chiqib qolsa aloqaga chiqib oling deganlar uchun ozroq kech bo'lib ketdi-yu. Shunga qaramasdan videosini qilib olamiz. 2024-yil zavodskiy propan 159 o'sha turbo kompressorligi, turbinaligi. Bortning uzunligi 285 ga 165 bo'ladi. Bir xil balon holatlari ko'rib turganingizdek, top-toza mashina. Taglarini ham bir ko'rsatib qo'ying. Ko'rishingiz mumkin, yangi mashina. Gaz rasxoti nechta deyshadi? Gaz rasxoti bu kilometr litrda o'lchanadi. 1 litr gaz bilan 8 kilometr, 8,5 kilometr atrofida yuradi. 1 litr gaz bilan. Mashinamiz ko'rishingiz mumkin, birkasi 2023-12 chiqqan, lekin mana bu 24-yilda nimalari, harflari 24-yildagi. Bu mashina 24-yilda yuritiladi. Texpasportida ham 2024-yil chiqqan. Mexanika Euro 6 mexanika, bakoy qiziydi, sideniya qiziydi, rollari qiziydi, palasi o'qiydi, konditsioner, rollari unaqa eng fulidan emas u. Lekin motor korobkasi hamma yo'g'i bir xil bo'ladi, eng fuli bilan. Salon holatlari toza, avariyasi udari yo'q. Mashinani yurgan kilometrni ko'rsatib qo'ying. Ko'pchilik so'rashadi, kilometr qancha ekan deb. 2020 kilometr masofani bosib o'tyapti mashinamiz. Deyarli yangi mashina. Bu mashinamizni O'zbekistonga dastavkasi bilan birgalikda 15 ming bilan dastavka qilib beramiz. 13.500 dollar atrofida Rastomushga chiqadi. 28,5 minglarga aylanadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Buni ham chiroyli qilib yurg'izib beramiz yuklab.